Xo'sh, aqli YouTube hammaga assalomu alaykum. Argon isvarkani o'rganganimdan keyin nima ish qilsam bo'ladi deganlarga mana eng kamida $1000 dan $2000 oylik toza topadigan plyus. Professional svarshik bo'lishga shoshiling. Biz 100 dan ortiq shogirdlarni muvaffaqiyatli tayyorladik. Tajribali ustozlar, zamonaviy uskunalar va qulay yotoqxona sizni kutmoqda. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va o'zingizni yangi kasbga tayyorlang. Joylar cheklangan. Shunda eng muhimi bu perillalarni yasashda sex kerak emas, joyiga borib, joyini o'zida tayyor kesilgan bitta trubareska olasiz, bolgarka olasiz, kesib, stoykalarni qo'yib, joyida yig'ib ketilaveradigan narsa. Agar oldin siz qora metallda ishlagan bo'lsangiz, aynan mana shu narsalarni, gullarni do'kondan sotib olsangiz bo'ladi. Faqat prixvatkada yig'iladigan narsa bu. Mana ko'ring. Prixvatkada yig'iladigan narsa, ko'rdingizmi? Bu gullarni tayyor bozordan, jomiy bozordan olsangiz bo'ladi, nerjavekachilar sotadi. Endi bizada o'rganganingizdan keyin bu narsani mana shunaqa nomerlarni topib telefon qilib, menga aytmoqchi, zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, shu nomerlarga qilib yuboringlar. Bular menga reklama uchun pul to'lamagan, просто men ko'chada ko'rib qoldim va sizlarga video qilishga qaror qildim. Xullas, xuddi shu narsalarni joyida yasasanglar bo'ladi. Jomiy bozorda mana shu gullarni tayyor bor, stoykalarni, pirmichkalarni hammasini joyida qilsanglar bo'ladi. Eng muhimi, bungacha bosh qotirib o'tirishmagan. Ko'ryapsizmi? Prixvatkada yig'ilgan, polniy svarka ham qilinmagan. Bu yoqda zagluchkani просто ichiga tiqib qo'ygan, prixvatga qilib qo'ygan. Mana bunaqa zagluchkalar bor, svarkalab o'tirish shart emas. Bolgaykada yig'iladigan variantlari ham bor bularning. Eng arzoni 5 yil oldin men qilganimda eng arzonini $70 pagonni metriga hisoblagandim. Uni balandligi bir 70 sm chiqsa kerak u. Hamma narsasi prixvatkada qilingan. Aylantirib svarka qilinadigan joylari faqat burchaklari hisoblanadi mana. Tushundingizmi? Mana bu gullarni ham tayyor bozordan sotib olsangiz bo'ladi. Buni yasab o'tirmaysiz qiynalib. Stoykalari ham tayyori bo'ladi. Tushundingizmi? Mana shu nomerlarga telefon qilib, xohlang zakaz qiling, xohlang telefon qilingda men ishlamoqchiman deb opit yig'ib, agar mani o'quv markazimga kelib o'rganish sharoitingiz bo'lmasa, aynan shu raqamlarga telefon qilib, shogird tushib, bir necha yillardan keyin o'z tirikchiligingizni boshlasangiz bo'ladi. Buning uchun sex bo'lishi shart emas. Sex ochish shart emas. Joyida ham borib qilib ketaversa bo'ladigan ish bu. Ko'rdinglar-a? Nimaga? Stoykani o'rnatasiz, stoykalarni o'rnatib chiqasiz. Mana bunaqa chashkasini qo'yasiz. Polga armaturaga ham nimagadir svarka qilgandan keyin mana tegini ko'ryapsizmi? Xullas, keyin orasiga mana bularni qo'yib, buni qo'lda bukkan, ko'ryapsizmi? Qo'lda bukkan. Uskunada bukmagan bu, qo'lda bukilgan. Shunaqa gaplar, jigarlar. Shunaqa gaplar. Agar oldin temir tersakda perillada ishlab yurgan bo'lsangiz, aynan shu soha bu apteka, bolnitsa, maktab shunaqa joylarga bunaqalar qo'yilyapti-da, chunki chiroyli bu, dekorativniy. Lekin bu nerjavekani zanglaydigan turi. Mana ko'rdinglarmi qanaqa? Qanaqa polirovkasi ham har xil bo'lgan. Endi bu ko'chaga reklama uchun bo'lgani uchun shunaqa qilgandir, bilmadim. Balki siz undan ham chiroyli chiqararsiz. Men bilmayman-ku. Mana keyigina qarang. Ko'rdingiz-a, sifatga o'zingiz baho beraverasiz. Siz balki bundan zo'r chiqararsiz. Qanchalik zo'r chiqarsangiz, klientingiz shuncha ko'p bo'ladi, bilasizmi? Ular shunaqa gaplar. Aynan shu produksiyani aybdor qilish maqsadim yo'q edi. Prosta agar bizning o'quv markazimizda o'qisangiz, aynan shunaqa narsa yasab, tirikchilikni yo'lga qo'ysangiz bo'ladi. Shuni aytmoqchi edim, xolos. Mana bu shariklar, mana bu gullar hammasini tayyor jomiy bozordan sotib olsanglar bo'ladi. Bular jomiy bozorda bor. Ko'ryapsizlarmi? Bosh og'ritib o'tirishmaganda, lekin siz sifatini bundan zo'r qilsangiz, klientingiz juda ham ko'p bo'ladi. Va bir oyda eng kami $1000, o'rtacha $2000 va undan yuqorisini olishingiz mumkin. Ob'yomga qarab, bitta chiqib qolsa, bir misol uchun qurilishda, katta qurilishlarda, katta ob'yomlarda bitta mashina ham minib olishingiz mumkin. Bir misol uchun Sparkmi, har xil endi. Alloh rizqni hammaga har xil beradi-yu, nima dedingiz? Shunaqa gaplar. Bu argonniy svarkani o'rgansam nima tirikchilik qilsam bo'lardi deganlar uchun. Ko'rdinglar-a, ahamiyat berib. Stoykasini sotib olasizlar, naqshlarni sotib olasizlar. Stoykalarni svarkalab chiqasizlar-da joyiga, ustanovka qilib chiqasizlar-da, orasiga mana bunaqa profillarni qo'yib, mana naqsh razmerini olib, keyin naqshni qo'yib chiqasizlar. Unda ham polniy svarka qilib o'tirishinglar shart emas. Prixvatkaga qo'yib chiqasizlar. Mana bular hammasi prixvatkada turib, ko'ryapsizmi? Prixvatka qilingan. Bir xilgi joylar teshilib ham ketgan. Ko'ryapsizmi mana? Shunaqa gaplar, jigarlar. O'zi shunaqa, bu yuqa bo'lgani uchun bir xilgi joylar teshilib, kuyib ham ketadi. Nima dedinglar? O'z fikringlarni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Agar o'rganmoqchi bo'lsanglar, bizning o'quv markazimizga kelishinglar mumkin. Raqamlar pisaniyada bo'ladi. Hammaga sog'lik, omonlik, biz argonniy svarkani o'rgatamiz. Mana shunaqa chiroyli narsalarni sizlar ham bemalol yasasanglar bo'ladi keyinchalik. Narxlarni qanday bilsam bo'ladi, qayerdan bilaman deganlarga, OLXga kirib, shunaqa perilla yasaydiganlarga telefon qilib, aynan shu yasamoqchi bo'lgan perillangizni naqshini tashab turib, narxini so'rasangiz, sizga o'sha yasaydiganlarni o'zi aytib beradi. Shunaqa 5-6 tasiga telefon qilsangiz, o'rtacha narxi topib turib, klientingizga aytaverasiz. Shunaqa qilib, men narxlarni oldin perilla shotka qilganimda narxlarni qo'yganman o'zim. Qimmat ham bo'lish kerak emas, arzon ham bo'lish kerak emas. Arzon bo'lsa qoplamaydi. Nima dedinglar?
Shunaqa gaplar. Agar yana qanaqadirki temalar qiziq bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilaveringlar yoki kommentariyada yozinglar.